Bolajonlarimga nima tayyorlab bersam ekan degan onajonlar uchun buni har kuni tayyorlab qo'ysangiz ham bolalaringiz maza qilib yeb berishadi. Retseptini man sizga qoldiraman. Assalomu alaykum. Birinchi ishimizda iliq suvga eritilgan sariyog', shakar, tuz, drojani solib aralashtirib olishdan boshlaymiz. Elangan un qo'shib yumshoqqina xamir qorib olamiz va yarim soatga issiq joyga oshirish uchun olib qo'yamiz. Oshgan xamirimizdan 20 ta dona zuvolachalar yasab duxovka listiga terib chiqamiz. Tuxum sarig'ini surtamiz, kunjut sepamiz va oldindan qizib turgan duxovkada 20-25 daqiqa davomida pishirib olamiz. Biroz sovigan bulochkalarni teng o'rtasidan kesib, mayonez hamda sous surtib olamiz. Men Foodmax'ning aynan shu sousidan foydalanaman. Yana ustiga Foodmax'ning marinovani bodringchalarini kesib, terib chiqamiz. Foodmax'ning halol tushunka go'shtlardan qo'yib, oxirida eng zo'r erib, cho'zilib beradigan pure milkining sirlaridan kesib, terib chiqamiz. Bulochka bilan ustini yopib, yana 5 daqiqaga to sirlari erigunicha duxovkaga qo'yib olamiz. Bo'ldi, atigi 20 daqiqada mini burgerchalar tayyor. Juda ham mazali bo'ladi. Masalan, menga zakaz qilib uni kutgandan ko'ra uyda tayyorlaganim ancha osonroq. Albatta tayyorlab ko'ringlar, yoqimli ishtaha.